Hozir qisqacha Ubazar platformasini obzorini qilib o'tamiz. Ubazar nima u? Bu onlayn internet magazin hisoblanadi. Kimlar uchun? Sellerlar va onlayn savdo qilmoqchi bo'lgan korxonalarga yoki IPlarga, ya'ni o'zimizdan tilda yakka tartibdagi tadbirkorlarga mo'ljallangan. O'zingiz alohida programma yozdirib, bir necha ming dollar sarflamaysiz va marketplacelar bilan ishlaganda yaxshi bilasizki, katta foizlar pul olishadi. 40%, ayrim vaziyatlarda 70% gacha chiqib boradi. Ya'ni ularning o'sha oladigan xizmat haqlari. Ular uni har xil tovarlaringiz turiga bog'lashadi yoki logistikaga bog'lashadi va pul qaytishida ham foizlar yeydi. Shuni hisobiga katta foizlar chiqib ketadi. Agar o'zingizni tajribangiz bor, seller bo'lib ishlagansiz, onlayn magazin yuritishni bilasiz va Instagramlarda, boshqa onlayn platformalarda programmani, onlayn magazinni o'zingiz yurg'izib, bemalol savdo qilishingiz mumkin. Shu imkoniyatdan foydalaning. Ubazarda mana ko'rib turibmiz, oddiy tushunarli qilingan sayti orqali registratsiyadan o'tiladi. Bir necha qadam xolos, ma'lumotlaringiz, ismingiz, email, обязательно email orqali bo'ladi. Nimaga? Chunki birinchi emailda o'tkazayotganingizda bu nima? Bu admin panel hisoblanadi. Siz admin panelingiz o'sha emailingizga bog'lanadi va ertaga parolni esdan chiqarib qo'yadigan bo'lsangiz, shu yordamida восстановить qilib olish mumkin bo'ladi. Xo'p, imkoniyatlarni ko'rib chiqadigan bo'lsak, tovarlarni prihod qilish, import, eksport, ombor, buyurtmalar bilan ishlash, vitrina, tahlil, kassa, buni alohida yana bir ko'rsataman. Tariflar esa juda ham hamyonbop, 300 ming so'mdan boshlanadi, hozircha 1 ming so'mgacha. Undan keyin sekin-sekin qo'shimcha imkoniyatlar bilan qo'shilib boraveradi. Odatda foydalanadiganlar bizda mana shu 500 minglik tarifdan foydalanishadi. Sabab 300 ming so'mlikda bizda bitta o'sha internet magazinimizda 1200 tagacha buyurtma qabul qilsa bo'ladi. 500 ming so'mlikdan boshlab esa ko'rib turganimizdek cheklovsiz buyurtmalar qabul qilasiz. 150 ta tovar, 2 ta xodim ishlata olasiz. Buni o'sha savdoni juda ham katta upor berayotganlar 900 mingdan boshlab ishlatishadi, chunki 1000 ta tovar va 3000 ta tovar biriktirish imkoniyati bo'ladi. Lekin hammasida to'liq funksionallar taqdim qilinadi. Hamma tariflarimizda faqat искусственный intellektdan tashqari. Xo'p, искусственный intellektimiz enterprise deb beriladi. Programmani o'ziga keladigan bo'lsak, mana ko'rib turibmiz. Boshqaruv paneli birinchi savdolarimizni ko'rib turish imkoniyati bo'ladi. Tovarlarimizni kiritishimiz, ma'lumotlar, kategoriyalar belgilash, omborlar mana ko'rib turibmiz, kirim-chiqim, qoldiqlar, tarix, yetkazib beruvchilar, passajlar, banner bu ko'rsatib o'taman. Internet magazindagi to'liq o'sha reklamli bannerlar hisoblanadi. Har xil aksiyalar kiritsa bo'ladi. Mana ko'rib turibmiz, chegirma ko'rinishida yoki mana aksiyalar ko'rishimiz mumkin. 1+1, 1+2 shunga o'xshagan aksiyalar kiritsak bo'ladi. Promo kodlar yaratsak bo'ladi. Promo kodlar yaratib ko'rib turibmiz, o'sha chegirmalar yoki qancha summagacha bog'lash, qancha muddatgacha amal qilish hammasi belgilanadi. Va xaridorlarning sharhlari odzivlar deylik. Yetkazib berish zonalariga keladigan bo'lsak, bu yerda agar bizning o'zimizning dostavka logistika bo'lsa, yetkazib beramiz. Xaridorlarimiz ro'yxati o'zimiz yuklab olishimiz mumkin. Buyurtmalarni ko'rib turganingizdek statuslar o'zgartirgan holda hamda eksport qilib olishimiz mumkin. Dastavka uchun chatlar, mijozlar bilan ishlash. Keyin Magic Box degan qiziq funksiyonallarimiz bor. Bu aksiya sifatida nomini yozasiz, o'yin o'ynaysiz. Bunda belgilab qo'yishingiz mumkin. Menda juma hadyasi deganman. Ya'ni shartlari nima? Meni holatimda 3 ta mahsulotdan bittadan sotib oladigan bo'lsa, bitta mahsulot qo'shib beraman, promo tovar, lekin u promo tovar nom aniq bo'lmaydi. Men o'zim belgilab qo'yaman. Mana sovg'a. Xohlagan tovarni belgilab qo'yaman. U hech kim ko'rmaydi, lekin mijozimizni tanlaganlaridan keyin avtomatik tarzda skladdan korzinkaga qo'shilib minus bo'ladi va dastavkaga chiqib ketadi. Juda ham qiziq bo'lgan funksional. Kassalar, pul qabul qilishlar, balanslar, hisobotlarni ko'ramiz. Analitika, mana PNL, toza foyda, zarar hisobot ko'rish mumkin. Prognozlarimizni ko'rishimiz mumkin. Tovarlarimiz продажасы bo'yicha hisobotlar, to'lovlarimiz, kim to'lagan, kim to'lamagan, AI maslahatchimiz va to'lovlar tizimimiz. Xodimlar kiritishimiz mumkin. Sozlamalarga keladigan bo'lsak, bu joyda do'konimiz logotipi ko'rib turganimiz. Keyin sodiqlik dasturini yoqishimiz mumkin. Ballar, Instagram, Facebook, YouTube'larni kiritib qo'yadigan bo'lsak, do'konimizni chekkalarida ko'rinib turadi. Keyin ko'rib turganimizdek dastavka kunlarini belgilab qo'yamiz. Mijozimiz mahsulot sotib olmoqchi bo'lganda necha kun yetib borishini ko'radi hamda silkalari, to'lov usullarimiz silkasini kiritib qo'ysak bo'ladi. Bo'lmasa sistemani o'zida ko'rsataman. Naqd yoki kredit belgilanadi, dastavkani kuryer o'zi pul oladi. Do'konimiz mana mahsulotlarimiz mana bu yerda tovarlar kiritganimizdan keyin assadkalari bilan shu ko'rinishda chiqib keladi, kategoriyalari bilan. Mana ma'lumotlar, enini. Xo'p. Ko'rib turganimizdek mana Magic Box'imiz
nechta mahsulot olishimiz kerak? 3 ta va bittasi podarka va uni hech kim bilmaydi. Nimasi bo'lganligini sistemani o'zi o'sha belgilaganimizni savatchaga solib beradi. Xo'p, sotib olmoqchi bo'lgan mahsulotimiz ustiga belgilab qaraydigan bo'lsak, mana bu aksiyada o'ynalyapti. Aksiyalar haqida ma'lumotlari 3 kunda yetkazib boramiz. Sharh qoldirish imkoniyati. Savatga qo'shib, savatga o'tishimiz mumkin. Ko'rib turganimizdek, qancha mahsulot bo'lishi mijozimiz ko'rib turadi. Mijozimiz ismi, kirib qo'yiladi, telefon raqamlari, qaysi viloyatda o'zlari tanlab oladilar. Misol uchun Yo'lbart. Qo'shimcha ma'lumotlari bo'ladigan bo'lsak, yetkazib berilgandan keyin naqd pulda olish. Promo kodlari bo'ladigan bo'lsa, skidkalarga amal qilish mumkin. Buyurtmani tasdiqlashga o'tadigan bo'lsak, mana ko'rib turibmiz, do'konga qaytariladi va buyurtmalarda kelib tushadi. Ko'rib turganimizdek. Undan tashqari do'kon bilan chatbot chatga keladigan bo'lsak, perpiskalar ko'rinadi. Va ko'rib turganimizdek уведомлениялар keladi. Xo'p, sistemada qo'shimcha yana razработчиклар bilan yozishmalar qismi bor. To'g'ridan-to'g'ri razработчикларga o'tib ketadi. Do'konimiz shu tartibda silkalari mana ko'rib turganingizdek ochganlaringizda o'zlaringizni domenlaringiz nomini belgilab olishlaringiz mumkin. Do'kon nomi, brendingiz nomi asosida mana bannerlari juda ham sodda, tushunarli, oddiy va daromadli. 5 daqiqada zapusk qilsangiz bo'ladi. O'zingizni shaxsiy internet magaziningizni shunaqa oylik arzimagan, hamyonbop narxlarda.